Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Urganch shahrining eng zo'r lokatsiyasidan premium klassdagi kvartiralarni sotib olaman desangizlar, Istiqlol turar joy majmuasidan sizlarga zo'r taklifimiz bor. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib tanishib chiqamiz. Ko'pchilik biladi, aziz do'stlar, oblastnoy kadastr. Bu yana kelsangizlar, Mashalni ko'pirina ketadigan yo'l aziz do'stlar, Akbarashona ketadi. Bu yana kelsangizlar, o'ng tarafa aziz do'stlar, Dekkan bozori yaqinida joylashgan bizning qaranglar 8 etajli domimiz var. Şöyle 2-3 xonali kvartiralarni sotib olsangizlar bo'ladi, lekin hozir endi uje soni cheklangan. Ekranda nomerlar turadi, bemalol to'liq ma'lumotlarni bilib olsangizlar bo'ladi. Bu yana kelsangizlar do'stlar, Avestoga ketadigan yo'l, o'ng tarafda do'stlar Lenin maktab, 5-maktab ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Orqa tarafda shuning domdayız do'stlar, biz kvartira chiqarganimizda bir kunda sotilib ketadi, sababi lokatsiyasini umuman gap yo'q. Orqa tarafimizda Dekkan bozor, gipermarket, Nihol maktablari bor edi do'stlar. Bu tochkani bilgan biladi. Shuning uchun ko'ringlar, hozir sizlarga qurilish jarayonlaridan bir qator ko'rsatamiz. Bu bizning domimizga qaranglar. Oynalarni aziz do'stlar, termo oynalar. Обычный plastik, alyumin emas, termo oynalardan eng zo'r sifatli domimiz aziz do'stlar. Shuning uchun ko'rasizlar, ekranda nomerlar turadi, Istiqlol turar joy majmuasini. Aziz do'stlar, qaranglar, bir qator tushuntiramiz. Pasporti, qurilishni, bu yerda yana ko'rib turganlaringizning QR kod bor. Bemalol skaner klassidan dokument hamma hujjatlari dom qachon bitishi ham kelib chiqiladi. Sizlarga lokatsiyasini tushuntiramiz, qaranglar. Shovotni bo'yi, orqa tarafida yana qaranglar, dom orqasida shuni shovot o'tgan kanali, bunda bizning domimiz joylashgan yeri. Yonboshda do'stlar kadastr. Uyimizni domdan bir qator tushuntiramiz. Mana biz hozir oldimizdagi dom bo'ladigan bo'lsa, yan tomonda yana bir podyezdda xudo xolasa dom tushadir. Orqa tarafdagi do'stlar, o'zini parkovkalarga ega bo'ladi. Oldinda ham parkovkalar bor. Yana oldinda do'stlar, domimizni teylari do'stlar do'kon bo'ladi. Qaranglar, chiroyli do'konlar tushgan bo'ladi. Orqa tarafida yana aytganimizda detskiy plashatkalar, hamma o'zlari joy-joyinda do'stlar. Dokument hamma hujjatlar ham tayyor. Planirovkalarni ham dim zo'r etib qo'yibdilar do'stlar, orqa qulali. Bu yerda do'stlar 60 kvadratdan 135 kvadratgacha bizning kvartiralarimiz bor. O'zingizga qaysi yakadon bo'lsa, xudo xolasa shuni tanlab olsangizlar bo'ladi. Oldindan 50% yoki bo'lmasa 30-40% ham to'lab, xudo xolasa qolganini bo'lib to'lab olsangizlar bo'ladi. Aziz do'stlar, albatta narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlari turadi. Bemalol telefon klassidan kelib, ko'rib, o'zingiz ham bir qator tekshirasidan, xudo xolasa joyini olaverasiz. Sifatida gap yo'q, ustalarning ishlashini mana ko'rib tursangiz do'stlar, polni ish qizg'in ketib turibdi. Yana bir narsa aytib o'tamiz aziz do'stlar. Agarda Xorazm liderdan ko'rdik desangizlar, yangi yil aksiyasi ham bor ekan. Chiroyli narxlarda sizlarga pullarni ham kelishtirib, xudo xolasa zo'r etib shartnoma qilib olsangizlar bo'ladi. Asa ekranda nomerlar turadi aziz do'stlar, bemalol to'liq ma'lumotlarni olsangizlar bo'ladi. Aziz do'stlar, sizlar endi Urganchni yuqoridan ko'rinishini ko'rsataman, qaranglar. Bu atmosferani qaranglar. Shovotni bo'yi, yan tarafning atmosferasini qaranglar, ozon bilan bir chiroyli bo'lib turadi, qaranglar. Mashalni ko'pirina, Mashalni ko'piri, xudo xolasa, unda ana Akbarashi ko'rinib turibdi. Akbarashi, yana o'zingizlar shu Mashal. Yan tarafdan kelaversangiz, bitta ayzatib o'ynab kulib, oylarni buridon, katta parklar bor, nalar va qaranglar. Bunda yana 5-maktab. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi, mashinalarning o'chirtligini qarang, uje vaqtdan bo'ldi, bolalarning ketadigan vaqti. Qaranglar, mashinalar ko'p. Eng zo'r maktablardan birisi Lenin maktab deb aytilib turibdi. Undan Avesto majmuasi. Bilasizlar, Avestoda mana konsertlar bo'ladi. Yana yuqoridan ko'rinishi zo'r. Hazzati yon tarafda konsertlarni ko'rib o'tirsangizlar ham bo'ladi. Vid umuman gap yo'q aziz do'stlar. Shu lokatsiyadan uyingiz bo'ladigan bo'lsa, nadayan zo'r aziz do'stlar. Hamyon bor, zo'r narxlarda. Bu yon tarafning atmosferasini ham sizlarga ko'rsatamiz. Qaranglar aziz do'stlar. Bu yon tarafimiz-ku dim zo'r. Yanglar, bir qator ko'rsatamiz. Do'rimizda yana yurt turg'alaringizdan bozor, shopping sentrani ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Salarakda aziz do'stlar, gipermarket. Ana ko'rib turganlaringizdan Transgaz, gipermarket, yana nima bor? Bu yon tarafda yana birinchi son poliklinikamiz bor. Shu domning orqa tarafi yo'lning usti bo'ladi aziz do'stlar. Marshrutkalar yurib turibdi, ana damozlar. Liboy marshrutkalar shu yerdan o'tadi aziz do'stlar, yuqoridan ko'rinishi. Bozor ham deb yoningizda bo'ladi aziz do'stlar. Dim bir zo'r tushgan. Bu yon tarafda O'zir bo'yi aziz do'stlar. O'zirni bo'yinam yaqin. Yurt turganlaringizning yaxshi korpusning orqa taraflarida O'zir bo'yi
parkam yakın aziz dostlar. İş kılıp lokasyasına umuman gap yok. Bu eğer de şu taraftan yani şu bu domdan kvartiralardan bolsazlar lokasiya hem yere ortada joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ko'ringlar aziz do'stlar, maktab bog'chalar ham bor bu yanında hem o'zlaridan gap yo'q. Endi sizlar bilan uyni ichki qismidan xonalarni bir qator tanishtiramiz. Ma'qul bo'lsa, xudo xolasa, galasizlardan o'zingizga yoqqan kvartirani tanlab olsangizlar bo'ladi. Aziz do'stlar, sizlarga endi ichki qismidan bir qator tanishtiramiz. Giraverish podyezdimizni qaranglar. Hem keng bo'lgan, her etajda aziz do'stlar 1, 2, 3 tane ko'rinishingiz bo'ladi. Boshqasi aziz do'stlar yuqorida bo'laveradi. Qaranglar, eshiklarni qaranglar, qalinligini qaranglar uni. Dim yomon ekan, qaranglar. Dim yomon beklanadi. 1, 2, 3, 4, 5 yuqorilardan ham bor aziz do'stlar. Fonni dahshat bo'lib, xudo xolasa, qaranglar. Ajoyib. Hammasi shunday eshiklardan qo'yilgan bo'ladi. Bir etajda 3 tane kvartira bo'ladi. Endi sizlar bilan xudo xolasa xonalardan ko'ramiz ketdik. Aziz do'stlar, qaranglar. Uyimizni, koridorni degan katta ko'rib turganlaringizni endi sizlar bilan planirovkasini qisqacha tushuntiramiz. Bu yerda hojatxonasi. Qaranglar, bir zo'r, ajoyib, polni sig'adi. Bu yerda kuxnya bo'ladi. Mana katta kuxnya do'stlar, ko'rib turganlaringizning polni bu narsani qaranglar. Aziz do'stlar, termo degan filasi. Alyumin desa alyumin emas, plastik desa plastik emas, bu zo'r mustahkam, xudo xolasa ramodan bo'ladi. Bir zo'r, o'zini balkondan ega bo'ladi, bular ochiladi. Uyimiz qay holatda topshiriladi do'stlar? Bu tarafdan bir ko'rsatib qaranglar. Ichki sifatda uje plitalarni quyib o'tdilar, terlarni do'stlar. Bu yerda oddiy plita emas, quyma bo'ladi. Hamma o'zlari shuning bo'ladi. Qaranglar, shuning uchun ham pastlarimiz pollari tap-takiz plita bastırılman, o'zi quyma sementlar bilan qilingan aziz do'stlar. Markalardan eng zo'r sifatlisidan marka beradi Polni deb turibdi. Ana undan tashqari aziz do'stlar, sho'chiklarning hammasini o'zlaridan bo'ladi. Qurilish kompaniyalari o'zidan, ya'ni suv, gaz, svet hamma sho'chiklardan shu holatda beriladi. Keyin uyimiz ham shunday holatda sizlarga topshiriladi. Kenglar, endi qaranglar. Bu yerda yana katta yana bir zoli. Assalomu alaykum Harman usta. Qaranglar, bu yerdan qaranglar do'stlar, katta eshikli romlar qo'yilgan. Kichkina bo'lsa ham bu balkon bor, katta balkon ham bor bu tarafda qaranglar. Lokatsiyasida umuman gap yo'q. Doğruda ana ko'rinib turibdi katta yo'l, ya'ni bozorni yo'li, poliklinika ko'rinib turibdi ana. Anna German chayxonasi boradi bir vaqtlari. Yan boshimizda ko'rib turganlaringizdek aziz do'stlar, kadastr idorasi. Zo'r. Kenglar endi. Kenglar. Aziz do'stlar, qaranglar, bu tarafimizda yana yuvishxonasi. Ajoyib katta, balandligi 3 metr. Bu tarafda yana bir xona. Dimzo'r. Bu yanimiz o'zi shavata qaragan taraf bo'ladi. Katta bo'lib tushib turibdi aziz do'stlar. Ma planirovkasi yoqdi. Sizlarga yoqdimi? Kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiringlar. Aziz do'stlar, sizlarga endi 3 xonali kvartiramizni ko'rsatamiz. Planirovkasi yaqadon bo'lsa 3 xonalni bosib qo'yaverasizlar, kenglar. Aziz do'stlar, giraverish shuni katta, xudo xolasa, koridor, kenglar. Girgandan xudo xolasa hojatxonasi zo'r tushgan. Planirovkasi bu yon tarafda katta yuvishxonasi bo'ladi. Bir zo'r, ajoyib. Bu yerda kuxnyasi. Qaranglar. Kuxnyasi ham katta bo'lib tushgan. Aziz do'stlar, bunning qurilishlar hali sizlar balkim ko'rmaysizlar, cityda bo'lib turgandir, lekin aziz do'stlar, biz ham uni Toshkentga borganda ko'rdik. Shunday qurib-burganlarni Toshkentda shunning gazobloklardan zo'rindan aziz do'stlar, ya o'ylib ketadi emas. Bemalol mix qaqsangiz ham kuchtaradon, tap-takiz aziz do'stlar, qaranglar, bir zo'r atib ishlab o'tdilar. Kenglar. Girgandan doğruda bir xudo xolasa xona tushgan bo'ladi. O'zini katta oynasini ega bo'ladi. Qaranglar. Bir zo'r, yo'lning usti ko'rib turganlaringizdek, qaranglar. Marshrutkalar, maktabimda doğru balangiz kelaveradi, shunday yugurib uyga ketaveradi. Mana. Keyin yon tarafimizda do'stlar katta xonasi yana. Qaranglar, shunday katta tushgan xona, zal. Bir de zətib təşkillərini verib memarlar ham so'rasizlar. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz katta xonalar katta bo'lsin degan yurtdoshlarimiz ham bor. Bemalol olsangizlar bo'ladi, xudo xolasa. Bir zo'r, mana yoqda planirovkasi ham kenglar. Bu tarafda yana bir xonamiz bor. Qaranglar.
katta xona tushgan bu yerdan ham. Planirovkalarni sizlarga ko'rsatib turibmiz. Oynasi bor, bir de kattagina eshiklari bor, zo'r sifatlilardan qo'yilgan. Qaranglar. Dim zo'r. Yan tarafda yana o'g'lovoyi bor uyimizni. Lokatsiyasına umuman gap yo'q, Nihal maktab bor. Yanında undana ko'rib turganlaringizdan gipermarket ko'rinib turibdi. Asosiysi lokatsiyasini ko'rsatib turibmiz sizlarga. Aziz do'stlar, agarda sizlar 2-3 xonali kvartira olaman desangizlar, bemalol ekranda telefon nomerlar turadi. Bemalol bog'lanasizlar, kelasizlar, ko'rasizlar, o'zingiz yaqqan kvartirani sotib olsangizlar bo'ladi. Oldindan to'lov 30%, 40% yoki bo'lmasa 50% to'lasangizlar bo'ladi. Bemalol. Undan tashqari videorolikimiz davomida aytib o'tdik. Yangi yil munosabati bilan chiroyli narxda beramiz deb turibdilar. Shuning uchun ko'ringlar, to'g'ri keladigan bo'lsa, telefon nomerlar turadi. Kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa sotib olaverasizlar. Aziz do'stlar, yana to'lovlarni aytaylik. To'lovlarni agarda sizlar 30-40% ni to'lab bo'ldingizlar uyni, to'g'rimi? Bu bizning domimiz may oyina topshiriladi ekan. May oyina so'm to'lagan bo'lsangizlar, qolganini kredit etib bersangizlar ham bo'ladi ekan. Bu ham zo'r variant. Aziz do'stlar, sizlarga yana bir narsa tushuntiramiz. Hozir uyni bir qator ko'rsatib turganda plita ko'rmadik-ku biz deb aytishlaringiz mumkin. Shunday savol. Qaranglar, shuni aytib, do'qiladi ekan boshda. Qo'lni keyin xudo xolasa monolitni dom bo'ladi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladigan bo'lsa, yana shuni qaranglar. Almatrolarni ko'rdingizlarmi? Qalin, eng zo'r sifatli almatrolardan foydalanib, xudo xolasa karkazlari do'qiladi. Keyin ustiga sement bilan polni quyilib, katta olib chiqadi aziz do'stlar. Aziz do'stlar, ofisini desangizlar, ko'rib turganlaringizning domni tenda Uglovoyda joylashgan bo'ladi. Savdo bo'limi deb yozilgan. Xudo xolasa, kelasizdan bemalol dokument hamma hujjatlarni ko'rib, to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi.